Savol: savdogar do'stimga aylantirib turish uchun pul berib tursam va u menga har oyda foydaning yarmini berib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Shartnoma qilishadi. Birovdan pul, ikkinchisidan xizmat bo'ladi. Tushgan foydani qaysi miqdorda bo'lib olishni qilishadi. Lekin nasihat shuki, buni ochiq oydin aniq qilib yozib qo'yish kerak. Guvohlarni oldida yozib, bittasini o'sha pulni egasi olib yursin, bittasini xizmatni egasi olib yursin. Ertaga pul sanaverib esdan chiqib qolsa, keyin qachon menga pul beruvding deb turmasin. Shunaqa bo'lyapti hozir. Shunaqa bo'lyapti, juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun o'sha shartnomani puxta tuzib, qancha pul, qayerda, kimning huzurida berildi, shartnomada nima gaplar aytildi, foydani qandoq taqsimlanishga kelishildi, birortasini qo'yib